Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan biz o'sha kun yangiliklari. Raskan bo'lgan 13-qishloqqa juda ham ko'p miqdorda zombilar yugurib kelishmoqda. Albatta o'zingizni saqlang, biz sizga javobgar emasmiz. Nima? Zombi talpasi? Oho, nima bizni 13-qishloqqa deydimi? Yo, barchaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan yana mana o'sha Creepmanigina video roligimga xush kelibsizlar bolalar. Xullas kelam, hozir mana bu yerda o'tirib olib, kun yangiliklarni ko'raman desam, nima deydi? 13-qishloqqa zombilar talbas yugurib kelishmoqda deydi. Yo bolalar. Lekin bu kun yangiliklari degan dastur bu umuman bo'ladi fake xabar tarqatmaydi. Bunga shuncha bo'ladi. Xullas bolalar, unaqa bo'lsa bitta chorasini ko'rish kerak. Bilmadim endi nima ko'ramiz. Amal bolalar, hozir birinchi ishlarni qilib kelay. Undan keyin esa mer bilan xullas ko'ram, mer bilan suhbatlashamiz, nima qilamiz deymiz. Agarda bolalar mer nima desa shuni qilamiz. Merni o'zi albatta imkon topishgan bo'lish kerak. Savob qishloq meri bizga javobgar. Xatlar 13-qishloqqa keldim. Undan ko'ra 97-qishloqda mazza qilib yashasam bo'lar edi. Bu yerda esa 13-qishloqdan nima deydi? Zombilar yurib kelishmoqda. Yo, aniq menga hozir mer ish buyuradi. Sababi merni o'zi qo'rqoq, lekin qarib qo'ygan-u. Tushunsa bo'ladi, lekin bola yoshi normal katta. Yosh katta bo'lgan ishdan, lekin bola hurmat qilish kerak. O'zidan o'zi zombilar bilan ko'risha olmaydi, lekin men ham zombilar bilan ko'risha olmayman. Bolalar, mayli hozir bittalar uchun topamiz. Voy, kirib eshitdingmi? Nimani? Zombilarni. Da, eshitdim. Xolos bugun kechga kelishar ekan. Kechga? Da, eshitmadingmi? Kechga kelsa aniq, sabab bilasan, nimasi bo'ladi? Kunduzi ketib qoldimi bu? O'zcha kibri ana quduq bilan endi dard bo'lishib o'tiribmi? Bilmadim. Bo'la qulas mana bilan yaxshi bekib qo'yamiz. Bo'la o'zini sabzi, mazza bo'la mazzali sabzilarimiz bizani endi mana bilan ekib qulas bularni o'zim sandimga solib qo'yaman. Bu gal sababi hali soliq soliq to'lash davri hali kelgan yo'q. Bo'la o'zimni gapimga o'zim ushlanganman, qaranglar. Tutilish deyiladi uni bo'la. Men haqiqiy tutuloq. Qaranglar bo'la cho'tki nom qo'ydim o'zimga. Mayli endi mana solib qo'yamiz da. Ketmamiz solib qo'yish, xullas bo'la merni uyga borib, xullas mer bilan o'zgina suhbatlashib, nima qilamiz, nima bo'ladi endi deymiz. Merni aytgani bo'ladi albatta. Tak soat hozir bo'la, soat уже bo'la 11 bo'ldi. Hozir mer bilan gaplashamiz. Assalomu alaykum mer. Alaykum assalom, kirib yaxshimisan? Yaxshi, zombi xabarni eshitsam qo'rqib o'tiribsizmi? Endi nima qilaman, qo'rqmay. Mayli, xullas nima qilamiz endi? Nima sen bunchalik qo'rqmayapsan? Qo'rqmayman, просто erkakman, men sizlarga bildirmayapman. Mayli, xullas orqangga qara. Orqamga yo'q. Nima bo'ldi yana bu? Traktor buni qattiq olib keldingiz. Zakaz qildirdim. Shunda traktor bilan zombilarni o'ldiramiz ham. Haqiqat topog'im bo'lasanda, xo'sh nima qilish kerak? Xullas kerak, mana bu yerda o'sha instrumentlari bor. Mana bu yerda mana instrumentlar bor ekan. Xullas kerak, shularni kirib hammasini o'rnatib chiqasan shu traktorga va bu zombi traktorga. Xullas hammasini o'zing o'ldirib chiqasan, tushundingmi? Yo'q, men o'ldirib chiqish niyatim hammasini. Unda qishloqda haydarasan. Haydarasan qishloqdan. Mayli, hammasini keyin o'zim o'ldirishga qo'rqaman. Qo'rqma, sen botir bo'lasan. Mayli. Bo'lar, lekin to'g'ri juda ham qo'rqyapman. Bo'lar, zombilar hammasiga mana traktor. Bo'lar. Bo'lar qo'rqmasa ham bo'ladimi? Juda ham qaranglar, yomon traktor ekan. Juda ham yaxshi. Mayli bo'lar, unaqa bir amaliymiz-u. Amaliyni esa xullas mana instrumentlarni yaxshilab o'rnatib chiqaylik. Menimcha bu tikonlar nima bu? Vatta bo'lar kirib ketsa shu bo'lar. Yaxshi niyatda bo'laylik. Kirib ketsa aniq omon qolmayman. Shuning uchun sal bo'la ehtiyotkorroq bo'lish kerak. Bo'lar mana kirib ketsa uchiga qaranglar. Bo'lar kirib ketsa lekin yomon qiladi. Takan esa buni o'rnatamiz. Nima ko'rilmayapti bu? O'rnata qolsang-chi, o'rnatiladi. Bo'lar o'rnatilyapti. Qayerga o'rnatiladi o'zi buni? Mayli bo'lar, necha tak mana birinchi, mana buni ikkinchi o'rnatish kerak. Bo'ldi, tushunarli. Mana buni birinchi o'rnatish kerak ekan. Bu esa bo'lar tomiga o'rnatilar ekan. Bilmadim nima. Menimcha bo'lar tomidan agar sakrasa uni o'ldira oladigan, shuning uchun buni o'rnatib bo'lmayapti bo'lar buni ham. Qishloqqa berib turibdi, kallangga meni. Jinnimisan? Jinniman. Oppa, bo'lar uni o'rnatib bo'lmayapti. Basketbol, oppa. Ko'rdilarmi bo'lar? Tagan esa buni o'rnatamiz va bo'lar bu zombi traktorga aylandi-yu, bo'lar gap yo'q, oppani qilamiz-da. Qani bitta o'tirib ko'raylik-chi. Bo'lar, bafshi zo'r ekan. Bo'lar, bu qancha o'tarda o'ldiradi ekan, o'zi o'ldira olmaykan. Ancha o'ldiradi-yu, bo'lar, lekin qaranglar, bomba traktor ekan. Qaranglar bo'lar, shu kommentariyaga yozibsizlar. Jonim ketdimi? Normal jonim ketib qoldi. Amal bo'lar, ehtiyot qilib bo'lish kerak.
Xullas ko'ring bo'la kommentariyaga o'tib bu zombi traktorga esa uni necha baho berasizlar? Albatta o'shani kommentariyaga yozib qo'yinglar. Xullas men bo'la bu menga juda ham qiziqarli. Masalan bo'la men bu traktorga 10 dan 8 ball bergan bo'lardim. Bu sababi nima uchun 10 dan 8 ball deyapsanmi? Sababi o'zgina bo'la shu bilmadim, yo'q, rangi o'zgina nima deydi. Boshqa ramga lekin cho'tki bo'la qaranglar. Zombi traktor. Ha, shunaqa nom qo'yib oldim. Cho'tki bo'la menimcha. Degan esa boramiz-da xullas dunyo yoniga olib qo'yamiz. Undan kech bo'lishini kutib, xullas o'sha qo'rqinchli bo'lgan zombilar bilan kurashimga to'g'ri keladi. Men bir o'zim bo'la. Lekin o'ldirib qo'yamiz. Qoch, yetel, qoch. Hey, o'ldirib qo'yar mana bularni. Bular bechoralar hali yosh bola o'ldirib qo'ysan bo'lmaydi. Degan esa qoch, qoch, palakat, qoch. Men senga shuncha aytdim. Bitta udarda o'ldirib yuborar ekan bularni. Qochlaring, voy palakat. Qoch deyapman, bosib ketaman hozir. Bo'lsa, normal yana jonim ketdi. Tur qati deyapsan. Nima uni qolsa bo'la qo'yasiz, kech bo'lishni kutamiz va kech bo'lgandan keyin zombilarga qarshi kurash olib boramiz. Zombilar vs Kriv. Kutinglar bo'ldi. Oho, mer talba yetib keldi. Da Kriv yeqa bunchagan ko'p bo'ladimi? Da, to'g'ri aytasana, bunga mali kuchim yetarmikan? Yetar, o'zingga ishon, men senga ishonaman. Juda ham yaxshi ishonsiz bo'ldi. Lekin qurol uchun rahmat, qattiq oldingiz. Men o'zgina shu aksiyalardan oldin olganimda, juda ham yaxshi, menga omad Kriv. Rahmat. Shuncha zombi. Meni ham kirgizinglar. Kir ichkariga, nimaga o'tirsam bu yerda? Lekin siz sekin kir ichkari qattiq ochyapsan, jinni. Mayli, o'zi biladi. Lekin siz sekin yugurma bu yerga, tur yo'qol. Endi esa bo'la xullas tezda o'tiramiz mashinaga, qanaqa mashina traktorga bo'la va bu yoqqa kellaring endi hammani yo'raman bu yoqqa. Tek boramiz endi bo'la bu zombi traktorchamiz bilan xullas hammasini yetib ishlatamiz. Qaranglar, shuncha zombi keldi qishloqqa. Bunchalik ham zombi kiradimi? Qaranglar bu kelinglar tekinga somsa tarqatyapman, kellaring. O'zbekistonning original somsasi. Buni kelishiga qaranglar bularni. Qochdik. Hammasi bitta joyga to'planib olibdi, yemon yeri. Degan esa bo'la qaranglar, mana bunga brandi jiletim bor mana. Bu yoqqa kel. Sekin qochib kelish kerak, sababi bular kishlasa men ham zombiga aylanaman. Shuning uchun meni yotib yo'q, o'tir. Traktor o'tir. Qoch. Ma o'ldiraman. O'ldir mazanga. Bunaqa laqatdan keldi. Yuraqa o'sencha oldiga masallaga qoch hozir o'laman hozir. Bola o'lish niyatim yo'q meni. Ozgina orqaroqqa chekinamiz-da. Endi esa bola hozir xullas burilib olishimiz kerak. Qarang, shuncha zombi xullas orqaga burilib endi bola oldi bilan turishimiz kerak. Sababi oldida tikanlar ko'plar. O'ldirish foizi ham ko'proq bo'ladi, lekin traktorni bitta moshina qo'yishmasa bo'lmasmidi? Qat'iy ochyapti bular. Qochib ketyapti. Nima ko'rmay qoldi endi. Palakat nima yurmayapti bu endi? Voy palakati, nimaga qatga botib qolding? Qayerlarga botdi bu? Palakat shu traktorniga bosh narsa qo'y deb menga shuncha aytdim. Nima bo'ldi endi bunga? Qani bo'la qol endi, iltimos. Normali endi menimcha yurish kerak. Qani sekin orqaga nima yurmayapti? Bo'la, benzini tugadi buni. Voy palakat temizini tugadi menimcha. Bo'la endi nima qilamiz? Mayli qurol bilan uramiz. Menimcha normalli jonlarini olib berdi bu. Endi esa bo'la ichkari kirib o'zgina ovqat olmasam, bu menga jon juda ham kam qoldi. Bu yerdan ovqat olamiz, kartochka olamiz, kartochka yeymiz. Kartochka ye juda ham yaxshi bo'la. Qorin to'ldirib olmasak bo'lmaydi. Sababi hozir o'lamiz bo'la harakatda qorin to'ldirib olmasak, qani nimaga qorin to'ymayapti? Juda ham yaxshi qo'yib palakat otma, hammasi kelishadi qaranglar. Qani endi bu yoqqa kellaring. Bu yoqqa naqsaq, meni qishloqqa keladi. Meni qishloqni ziyon yetkazasizlar. Bu yerda Kriv degan polvon bor, tushunyapsizlarmi? Qo'y sekin. O'qlar, palakat o'qlar. Juda ham yaxshi. Bular hammasidan hozircha nazorat Avstriya bilan ruhiyan, ya'ni o'lganlar, shunaqa Minecraftda shunaqa narsalar bor o'zi. Endi esa bu yerlarda ham qomadi, juda ham yaxshi. Bo'la qomadi menimcha. Mana bu taraflarda yo'q, mana bu taraflarda ham hammasini bitta endi tekshirishimiz kerak. Mana bular ham ruhi juda ham yaxshi bo'ldi. Menimcha qomadi o'zi. Qoch, yutdik menimcha. Endi qaytadan bitta tekshirib chiqishimiz kerak har ehtimolga qarshi. Lekin bo'laman hozir u sigirni nimaga o'ldirdim? Nima gunoh qilgandi? Mayli bo'ldi. Necha tak endi esa bu yerlarda eshitmayapti. Juda ham yaxshi bo'ldi, juda ham yaxshi.
Menimcha qomat degan umiddaman, agarda yana ham bor bo'lsa, lekin holimizga maymunlar yig'laydi. Mana bu taraflarida yo'q-da, menimcha bola qolmadi. Qolmadi bola, qolmadi juda ham yaxshi endi esa uyga borib xullas yotaman. Yo'q, birinchi mana buni bitta tekshirsa kerak, nima ko'rmay qoldi bu? Juda ham hayronman bola. Lekin zombilarning hammasini yeb tashladik. Juda ham yaxshi, undan zombi qolmadi. Degan esa mana bu musullarni mana bu qo'shniga tashab qo'yay. Bular endi menga kerak emas. Tak mana buni tashlaymiz. Buni ham tashab qo'yganimiz yaxshiroq, sababi bunga o'zi menimcha infeksiya o'tdi. Ertasiga yo'q boramiz buni, sababi hozir yo'qsak, yana zombi bo'lsa, mana bu tarafdan yugurib kelishlari mumkin. Shuning uchun, bunaqa problema emas, bizga kerak emas. Bola tong bo'lgandan o'zlari yonib ketadi zombilarni. Minecraftchilar bilishadiki, bola zombilar tongdan ana aytdim-ku, bola o'zi kelchapti, qo'rqib yording-ku. Men senga keldirim bu yerga, odam qo'rqib yordi. Mana taraflari yana bormikan? Menimcha yo'q, bola yo'q degan umiddaman. Yana agar bor bo'ladigan bo'lsa, tamom bo'ladi. Yana o'q ochimda to'rgalar, lekin bu esa menga umuman yoqmayapti. Sababi akam juda ham kuchli qurol bo'lgani uchun bola bu o'tib qo'lma o'qib ketdi. Bo'ldi menimcha. Qolmadi bola. Juda ham yaxshi qolmadi. Lekin bola mana bu yurmayotgan juda ham alam qilyapti-da bola. Lekin yurmayapti bu. Menimcha shu benzin tugadi-yo, bola benzini o'ldi. Qamali ertaga benzin olib kelib, buni qaytadan yurgizamiz. Xo'las, bola yutdik. Bola yutdik. Bola tabriklab qo'ying, kommentariyaga yozib. Mal juda yaxshi endi esa bola Umerga borib g'alabamizni aytishimiz kerak. Mer tog'a, Umer. Nima deysan? G'alaba qozondik. Voy, basharanga juda ham xo'las, bana deskirib. Rahmat, yutdik xo'las. Juda ham yaxshi. Senga rahmat, boringga shukr. Rahmat, sizlarga ham borlarga shukr. Lekin sizlarsiz men umeshsizman qila olmasdim. Endi mayli, tan olgan juda ham yaxshi bo'ldi. Mayli. Jittilan hammasi uyga olishgan tiqilib olgani. Endi nima qilsin, boshqa sanday botirmasa ular. Lekin to'g'ri aytasiz. Boshqa zombi qolmadi. Juda ham yaxshi bo'ldi. Bizlar allaba qozondik, xullas. Endi uyga borib yotaman. Buguncha juda ham menga og'ir keldi-yu, juda ham yaxshi bola. O'yga qaranglar bola. Menim bola, stop. Bolaligim sonni. Bola o'yga qaranglar. Chiroyligini o'ychamiz bizani. Voy palakatnik, bola shotnik. Opa, juda ham zo'r bola. Qaranglar o'yini turishiga vahshe. Mayli, xullas endi bola uyga kirib yotaman. Mayli bola, sog' bo'lsin, bola. Videoga like bosinglar, kanalga obuna bo'linglar.